Assalomu alaykum hammaga. Bugun xurmodan mazali va oson pirog tayyorlaymiz. Tozalangan xurmoga 1 choy qoshiq soda va qaynagan suv solib yumshatib qo'yamiz. Yumshagan sariyog'ga oldin shakar, keyin tuxum solib blenderda aralashtiramiz. Yumshagan xurmoyimizni ezib olib, sariyog'ga solib aralashtiramiz. Ziravorlardan koritsa, muskat yong'og'i, tuz va zanjabil qo'shib yana aralashtiramiz. So'ng un va 1 choy qoshiq razrixlitel solib yaxshilab lopatkada aralashtiramiz. Sariyog' bilan surilgan qolipga xamirni solib, xohlagan yong'oqlarni ustidan sepamiz va 170 daraja isigan duxovkaga 40-45 daqiqaga qo'yamiz. Pirogimiz yana ham mazali bo'lish uchun karamelli sous tayyorlaymiz. Shakarni eritib 20% qaymoq qo'shamiz. Qaymoq iliq haroratda bo'lishi kerak. Tayyor pirog ustidan karamelni quyamiz.